Sharq Turkiston va Xitoy orasidagi munosabat istilo qilish va istiloga qarshi turishni asos qilgan bir munosabat bo'lib, qadimiy tarixdan mustaqil davlat bo'lib kelayotgan Sharq Turkiston tunji qatim 1759-yili Manju imperiyasining istilosiga uchragan. Ammo Manjularning Sharq Turkistondagi hukmronligiga zarmaga bekinib olish tipida bo'lib, o'ziga ishonch qila olgan emas. Har qachon qo'zg'olonlar yuz berib, istiloga qarshi isyonlar hech bir vaqt to'xtab boqmagan. Bu jarayonda Manjularning qal'alarga bekingan hukmronligimi bir qancha qatim ag'dirib etilgan. 1865-yildagi umumiy qo'zg'olon natijasida Manju istilosiga xotim berilib, 7 shahar hokimiyati qurilgan. Bu davlat 14 yildan keyin takror Manju imperiyasining tajovuziga uchragan. Sharq Turkistonga 1884-yili tunji qatim Xitoycha yangi chegara ismi qo'yilib, Qing davlatining bir o'lkasi deb atalgan. Qing davlati ag'dirilib, Junxomingo qurilganda Sun Zhongshan belgilgan davlat qurilish belgilamasida Junxomingoning 5 asosiy millatdan tarkib topadiganligi o'tirib qo'yilgan bo'lib, Sharq Turkistonni o'z ichiga olmaydi. Ya'ni Sharq Turkistonni Junxomingoning tarkibida deb qaramagan. Sun Zhongshandan keyin Xitoy hukmronlari Qing mustamliklariga to'liq varislik qilish urinishida bo'lib keldi. 1933-yili va 1944-yili ikki qatim Sharq Turkiston mustaqilligiga jakarlangan. 1949-yili kommunist Xitoylar Sharq Turkistonga besib kirganga qadar Xitoylar Sharq Turkistonga faqat simvol xarakterlik hukmronlik qilib kelgan bo'lib, hech qachon to'liq ishonchsiz bo'lmagan. Shu sababdan va jo'grafiyalik sabablardan bu zaminga Xitoy aholisi ko'chirilmagan. Xalqaro kechirim tashkiloti e'lon qilgan bir materialda deyilishicha, 1949-yili kommunist armiyasi Sharq Turkistonga besib kirishdan avval Sharq Turkistonda Xitoylarning nufuzi faqat 2% ni tashkil qiladi. Bu 2% nufusmi armiya, soqchi va hukumat xodimlaridan iborat bo'lib, Sharq Turkistonda yerlashgan bir odatdagi puxra Xitoy dehqon yoki chorvachi bo'lib boqmagan. Xitoylarning har qatimliq istilodan keyin yurgizib kelayotgan siyosati o'xshash bo'lib, qayta bosh ko'tarishimizning oldini olish, mangu tashkillanmaydigan qilib o'tish uchun ikki asosli qirg'inchilik siyosati yurgizib kelgan bo'lib, bulardan biri umumiy qatlam orqali nufusimizni azaytib kuchsizlantirish, yana biri tashkillanishning asosi bo'lgan nufusli kishilarni, bilimli kishilarni, ilgirki xon jamiyati, bag jamiyatlarini nishonli holda qirg'in qilish bo'lib kelgan. 1878-yildagi ikkinchi qatimliq istilodan keyin har oiladan eng oz bir erkak, ko'p jonliq oilalardan 3 erkak o'ldirilgan bo'lib, bu nufus sonimizni azaytish orqali qarshilikning oldini olish uchun va qo'rqinch selish uchun bo'lgan. Har qatimliq urush yig'iliqlarda o'lgandan boshqa, urush to'xtagandan keyin g'arazlik qatlam elib berish odatga aylantirilgan. Buningdan boshqa yurt cho'nlari, nufusli shaxslar, bilimliklarning qirg'in qilinishi ayrim bir masala. Hurmatli ko'rurmanlar, buning davomini atidagi xabarimizda davomlashtiramiz.